yoki nima qimmat so'yib ekansiz har safar. Yuring ko'rsataman. Mana bu O'zbekistonni ishlab chiqarayotgan kanalizatsiya turbalar. Buni nimaga arzon? Sababi sostavida meli ko'p boradi bular. Ushab ezib ko'rganingizda mana o'zingiz ham ushab ko'ring. Ko'ryapsizmi? Ezolmaysiz, qimillata olmaysiz. Juda qattiq bo'ladi. Sifatsiz arzon turbalarda o'tganingizdan keyin formasini yo'qotadi turba va deyarli mana sinish holatiga kelib qoldi. Aslida yaxshi sifatli kanalizatsiya turbasi qanaqa bo'lishi kerak? Unda ozgina elastiklik bo'lishi kerak. Mana bu rossiyskiy turba fitinglar. Bu turbani ezib ko'ring endi. Ko'ryapsizmi bukilishini? Elastiklik bo'lish uchun unga rezinkani ko'p qo'shadi. O'shanda sizga ko'proq xizmat qiladi. Bundan tashqari quyosh, yomg'ir, suv suvga ham ancha bardoshli bo'ladi. Bundan tashqari qurish jarayonida ustalarimiz shunaqa qiyin situatsiyaga kirib qolishadi. Ularni olib chiqib ketadigan zo'r решение bo'ladigan narsa bu Rosoplast fitinglarda nostandart fitinglar bor. Shu narsa ularni qiyin situatsiyadan olib chiqib ketadi. Sifatli va sifatsiz mahsulotni farqini bilmoqchi bo'lsangiz va aldanib qolishni xohlamasangiz, meni sahifamga obuna bo'lib, kuzatib boring.